Agar men bu yil bitiruvchi bo'lganimda bu xatolarni qilmasdim. Mana shunaqa tirnoqlarni o'rniga bularni tanlagan bo'lardim. Ham chiroyli ko'rinadi, barmoqlaringizni bo'lsa uzun ko'rsatadi. Mana shunaqa prichoskalardan ko'ra, mana bunaqalarni tanlagan bo'lardim. Mana shunaqa uzun poshnalarni o'rniga kichkina lekin skromniy bo'lgan bosonojkalarni tanlagan bo'lardim. Birinchidan ham yurishga qulay, ham o'zingizda komfortni his qilasiz. Oyoq kiyim qanchalik chiroyli va baland bo'lmasin, unda yura olmaganingizdan keyin ishonavering, ancha-muncha qiynalasiz. Mana shunaqa makiyajni o'rniga mana shulardan qilgan bo'lardim. May oyining oxiri yozni boshi hisoblanadi va quyosh harorati baland bo'ladi. Shuni hisobiga yengilroq va yuzingizda achishmaydigan, qitishtirmaydigan va asosiysi sizni yosh va chiroyli ko'rsatadigan makiyajni tanlang. Bunga rahmat shart emas, shunchaki obuna bo'lib qo'yishingiz yetadi va bu videoni bu yil bitiruvchi bo'ladigan dugonangiz yoki yaqiningizga jo'natib qo'ying. Videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha